Komedoni. Nima bu komedoni? Komedoni ochiq va yopiq bo'ladi. Komedon chiqishi sababi terimizdagi yog' bezlarini aktiv ishlashini hisobiga bo'ladi. Ochiq bo'ladi, yopiq bo'ladi. Qora tochka, oq tochkalar deyishadi-yu, shu qora tochka. Nimaga qora tochka? O'sha kanal to'lib qoladi, ustida probka образоваться qiladi. U окисленияni hisobiga qora tochkalar bo'lib qoladi. Siz organizmingizdan qora bo'lib chiqmaydi u. Закрытый komedoni nimani hisobiga bo'ladi? Talniy железаdan yog' ajralib chiqadi. Kojamizni ustida eski terilar qavat-qavat bo'lib yopib, probka qilib qo'yadi. O'shani hisobiga открытый, закрытый komedoni bo'ladi. Tak, buni uyda tozalashni hech qanaqa ilojisi yo'q. Kosmetologga borasizlar, просто чистка emas, iloji boricha kompleksniy чистка qilasizlar. Kompleksi ichida prepil, pilinglar bo'lsin, чтобы rezultat yaxshi bo'lishi uchun. Домашний уход, очищение, yog'li yuzlar uchun emas, normalniy yuzlar uchun qilinadi. Enzimniy pudra yog'li yuzlarga 2-3 marta ishlatiladi. Увлажняющий krem bo'lishi kerak. Baryer qanchagina восстановленный bo'lib yursa, o'shancha teri sog'lom bo'ladi. Keyin kisloti 2 marta yo 3 marta shu yuzni holatiga qarab. Qanchalik giperemiya kuchliligiga qarab. SPF защита. Komedonli yuzlar uchun специальный уходlari bor.